Keling eng muhim savoldan boshlayman. Endi pensionerlar pensiyasi naqd pulda ola olmaydimi? Hamma majburiy ravishda karta orqali oladimi? Naqd pul butunlay taqiqlanadimi? Bu savol hozir juda ko'p oilalarda tashvish uyg'otyapti. Chunki pensiya bu shunchaki pul emas. Ko'pchilik uchun dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, nabiralarga yordam, kundalik hayot xarajati degani. Shuning uchun bugungi ma'lumot har bir pensioneri bor har bir oilaga, ayniqsa ota-onasining pensiyasini olishda yordam beradigan farzandlarga juda muhim. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu mavzuni oddiy tilda amaliy misollar bilan. Kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak, qayerga murojaat qilish kerak, barchasini birma-bir tushuntirib beraman. Avvalo, masalaning mohiyatini to'g'ri tushunib olaylik. Odamlar orasida pensionerlarga naqd pul taqiqlanadi degan gap tarqalsa, ko'pchilik buni endi pensioner qo'lga bir so'm ham naqd pul tegmaydi deb tushunadi. Aslida masala odatda pensiyani yetkazib berish tartibi, to'lov usuli va hisob-kitoblarning shaffofligi bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni davlat pensiyani berishni to'xtatmaydi. Pensiya bekor qilinmaydi. Pensionerning puli yo'qolib qolmaydi. O'zgarayotgan narsa ko'p hollarda pensiya qanday usulda berilishi, naqd yetkazib berishmi? Bank kartasigami, bank hisobvarag'igami yoki ayrim holatlarda vakil orqali olish tartibimi? Oldin ko'p joylarda pensionerlar pensiyasini naqd pul ko'rinishida olardi. Ba'zilar pochta orqali olardi, ba'zilarga uyga olib kelib berilardi. Ba'zilar mahalla yoki belgilangan joyga borib olardi. Bu tartib yillar davomida odamlar uchun tanish bo'lib qolgan. Ayniqsa yoshi katta insonlar uchun qo'liga pulni ushlab olish, sanab ko'rish, keyin uyidagi xarajatlarga bo'lish qulay. Masalan, 7 yoshli odam pensiyasini oladi. Darhol 300 ming so'mini do'riga ajratadi. 200 ming so'mini kommunal to'lovga, 5 ming so'mini ro'zg'orga, qolgani mayda xarajatga qoldiradi. Bunday odamga endi hammasi karta orqali bo'ladi deyilsa, tabiiyki u xavotirga tushadi. Kartani yo'qotsam nima bo'ladi? Bankomat ishlamasa-chi? Pin kodni unutib qo'ysam-chi? Do'konda karta qabul qilmasa-chi? Endi nima o'zgaryapti deganda, asosiy yo'nalish shuki, pensiya va ijtimoiy to'lovlarni bank kartalari orqali, elektron tizimlar orqali, aniq hisobvaraq orqali berish kengaymoqda. Buning sabablari bor. Birinchidan, pul harakati ko'rinadi. Ya'ni kimga qancha to'langan, qachon tushgan, qaysi hisobga o'tgan, hammasi tizimda qayd etiladi. Ikkinchidan, naqd pul tashish, tarqatish va yetkazishda xatolik, kechikish yoki suiiste'mol xavfi kamayadi. Uchinchidan, pensionerning puli bank hisobida turadi. U xohlagan paytda kartadan foydalanishi, kerak bo'lsa bankomatdan yechishi mumkin. To'rtinchidan, davlat to'lovlarini avtomatlashtirish orqali navbat, qog'ozbozlik, qo'lda ro'yxat yuritish kabi eski muammolarni kamaytirishga harakat qiladi. Lekin bu yerda juda muhim bir farq bor. Karta orqali tushishi naqd pul umuman taqiqlanadi degani emas. Agar pensiya bank kartasiga tushsa, pensioner odatda uni bankomatdan yechib olishi, bank kassasidan olishi yoki karta orqali to'lov qilishi mumkin. Demak, naqd pul taqiqlanadi degan gapni eshitganda avvalo aniqlash kerak. Gap pensiyani uyga naqd olib kelib berish tartibi qisqarayotgani haqidami? Yoki pensionerning naqd pul ishlatishi umuman cheklanayotgani haqidami? Amalda eng ko'p uchraydigan holat birinchisi, ya'ni pensiya to'g'ridan-to'g'ri karta yoki hisobga tushadi. Keyin pensioner uni o'zi boshqaradi. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda hali bank kartasi ochmagan pensionerlar. Masalan, onaxon oltin tez yoshda shu paytgacha pensiyasini naqd olgan. Bank kartasi yo'q, telefonida SMS xabarnoma yo'q. Bankka borishga odatlanmagan. Bunday insonlar o'z vaqtida bankka yoki pensiya bo'limiga murojaat qilmasa, birinchi oyda tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Pul yo'qolmaydi, lekin to'lov usuli o'zgargani uchun kechikish, qayta rasmiylashtirish, karta tayyor bo'lishini kutish kabi noqulayliklar paydo bo'ladi. Ikkinchi guruh yotoqda yotgan og'ir kasal, harakatlanishi qiyin pensionerlar. Bu insonlar uchun bankka borib kartani oling, bankomatdan yeching deyish oson emas. Masalan, takım yoshli buvi insultdan keyin yura olmaydi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Avval pochtachi yoki mas'ul xodim uyiga olib kelib bergan. Endi karta talab qilinsa, oila a'zolari qonuniy vakillik, ishonchnoma yoki bankning masofaviy xizmatlari masalasini hal qilishi kerak bo'ladi. Bunda eng katta xato farzand yoki qo'shni pensionerning kartasini olib, pin kodini bilib,
hamma ishni norasmiy yuritishi. Bugun bu qulay ko'rinishi mumkin, lekin ertaga nizoga pul bo'yicha tushunmovchilikka, hatto huquqiy muammoga olib keladi. Uchinchi guruh chekka hududlarda yashaydiganlar. Agar qishloqda bankomat kam bo'lsa, bank filiali uzoq bo'lsa, internet yoki mobil aloqa sust bo'lsa, karta orqali pensiya olish amalda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Masalan, pensioner har oy 20 milyon 5 ming so'm pensiya oladi. Lekin eng yaqin bankomat emas, ko'p kilometr uzoqda. Yo'l xarajat 3 ming so'm navbatda turadi. Ba'zan bankomatda naqd pul tugagan bo'ladi. Bunday vaziyatda mahalla bank va pensiya organlariga muammo aniq aytilishi kerak. Chunki qoidalar umumiy bo'lishi mumkin, lekin amaliyotda ijtimoiy himoyaga muhtoj odamning holati ham hisobga olinishi lozim. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar pensionerning bank kartasi bo'lsa, pensiya vaqtida tushayotgan bo'lsa, u kartadan foydalanishni bilsa yoki ishonchli, qonuniy yordamchisi bo'lsa, katta muammo bo'lmasligi kerak. Masalan, 65 yoshli otaxon pensiyasini kartaga oladi. Dorixonada karta bilan to'laydi. Bozor uchun kerakli qismini bankomatdan yechadi. Kommunal to'lovlarni farzandi ilova orqali to'lab beradi. Bunday holatda yangi tartib aksincha qulay bo'lishi mumkin. Chunki pul tushganini SMS orqali ko'radi, qachon qancha yechilganini biladi, pulni uyda katta miqdorda saqlashga majbur bo'lmaydi. Endi raqamni misol bilan tushuntiraman. Aytaylik, pensioner har oy 20 milyon 200 ming so'm pensiya oladi. Oldingi tartibda unga bu pul naqd berilar edi. U pulni olib uyda saqlar edi. Agar oyda 20 milyon so'm qolsa, yo'qolish qarindoshlar orasida kim oldi degan gumon. Mayda xarajatlar nazorat yo'qolishi ehtimoli bor. Karta orqali tushganda esa 20 milyon 800 ming so'm hisobda turadi. Pensioni 700 ming so'mini bankomatdan yechadi. 2,5 ming so'mini dorixonada karta bilan ishlatadi. 2 ming so'm kommunal to'lovga ketadi. Qolgan 670 ming so'm hisobda qoladi. Bu tartibda pul harakati aniqroq ko'rinadi. Lekin shart shuki, pensioner karta xavfsizligini bilish kerak. PIN kodni hech kimga aytmaslik. Kartani begona odamga bermaslik, SMS kodni aytmaslik, bank xodimi nomidan qo'ng'iroq qilgan odamga ishonmaslik. Eng ko'p uchraydigan xatolardan biri shuki, pensioner kartani farzandiga, keliniga, qo'shnisiga yoki tanishiga berib qo'yadi va o'zing yechib kelaver deydi. Agar oila ichida hammasi halol bo'lsa ham, huquqiy tomondan bu xavfli. Chunki karta egasi pensioner, pul egasi pensioner. Agar keyin mening pulimdan ko'p yechilgan desa, isbot masalasi chiqadi. Agar karta yo'q bo'lsa, bank oldida ham savollar tug'iladi. To'g'ri yo'l, agar pensioni o'zi bora olmasa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtiriladi yoki bank hamda tegishli tashkilotlar tavsiya qilgan tartibda vakil orqali xizmat olinadi. Ishonchnoma notarial tartibda bo'lishi kerak bo'lgan holatlar bor. Ayrim ijtimoiy vaziyatlarda alohida yengilliklar bo'lishi mumkin. Buni yashash joyingizdagi pensiya bo'limi, bank yoki notariusdan aniq so'rash kerak. Yana bir nozik jihat. Pensionerning kartasiga boshqa pullarni aralashtirib yuborish. Masalan, pensionerning pensiya kartasiga farzandi o'z ish haqi pulni o'tkazadi. Qarindoshi qarz qaytaradi. Kimdir savdo pul tashlaydi. Keyin hisobda turli kirim-chiqimlar ko'payadi. Bu har doim ham taqiqlangan degani emas. Lekin ijtimoiy to'lovlar, qarzdorlik, aliment, sud ijrosi, bank majburiyatlari kabi masalalarda tushunmovchilik keltirib chiqarishi mumkin. Pensiya kartasini imkon qadar faqat pensiya va shaxsiy zarur to'lovlar uchun ishlatish ma'qul. Agar pensionerning boshqa moliyaviy ishlari bo'lsa, alohida karta yoki hisob ochish tartibroq bo'ladi. Istisnolar haqida ham gaplashamiz. Har bir umumiy qoida ichida hayotiy vaziyatlar bo'ladi. Nogironligi bo'lgan, yura olmaydigan, yolg'iz yashaydigan, qarovchisi bo'lmagan pensionerlar uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim hududlarda bank xodimlari yoki vakolatli xizmatlar uyga borib karta berish, biometrik tasdiqlash, ariza olish kabi xizmatlar tashkil qilishi mumkin. Ba'zi holatlarda pensionerning arizasi asosida muqobil to'lov tartibi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu avtomatik bo'ladi deb kutmaslik kerak. Pensioner yoki uning yaqinlari holatni hujjat bilan ko'rsatishi kerak. Tibbiy ma'lumotnoma, nogironlik hujjati, pasport yoki ID karta yashash manzili, telefon raqami, ariza. Yana bir muhim nuqta. Men naqd olmasam pensiyam kamaydimi? Yo'q. To'lov usuli o'zgarishi pensiya miqdorini kamaytirish kerak emas. Agar sizga 20 milyon 600 ming so'm tayinlangan bo'lsa, karta orqali ham shu miqdor tushishi kerak. Bank xizmat haqi, SMS xabarnoma, karta chiqarish shartlari.
naqd yechishdagi komissiya kabi masalalarni alohida tekshirish kerak. Ba'zi kartalarda pensiya to'lovlari uchun imtiyozli shartlar bo'lishi mumkin, ba'zilarda esa ayrim xizmatlar pullik bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankka borganda pensiya kartasi bo'yicha komissiya bormi? Naqd yechishda foiz olinadimi? SMS xabarnoma qancha? Karta yo'qolsa qayta chiqarish narxi qancha? deb aniq so'rang. Pitfall. Ya'ni ko'pchilik sezmaydigan xavf shuki, pensioner telefon raqamini boshqa odam nomiga ulab qo'yadi. Masalan, bank kartasi onaxon nomida, lekin SMS xabarnoma kelinning telefoniga keladi. Kelinda yomon niyat bo'lishi shart emas. Ammo onaxon o'z pul harakatini ko'rmaydi. Ertaga pul tushmadimi desa, aslida tushgan va yechilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun imkon bo'lsa, SMS xabarnoma pensionerning o'z telefoniga yoki u ishonadigan, rasmiy yordam beradigan odamning telefoniga ulansin. Eng yaxshisi oilada shaffoflik bo'lsin. Har oy pensiya tushganda qancha tushgani, qancha yechilgani, nimalarga ishlatilgani pensionerning o'ziga tushuntirilsin. Firibgarlik masalasiga alohida to'xtalishim kerak. Yangi qoidalar, karta elektron to'lovlar degan gap ko'payganda firibgarlar ham faollashadi. Ular pensiyangiz blok bo'lib qolmasligi uchun kodni ayting. Yangi qoida bo'yicha kartangizni ro'yxatdan o'tkazamiz. Naqd olish taqiqlanyapti. Pulingizni saqlab qolish uchun bizga o'tkazing deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham telefon orqali sizdan karta PIN kodi, SMS kodi, ilova paroli, karta orqasidagi maxfiy kodni so'ramasligi kerak. Bunday ma'lumotni so'ragan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar suhbatni to'xtating. Kerak bo'lsa, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Endi amaliy qadamlar. Birinchi qadam. Pensionerning hozirgi to'lov usulini aniqlang. Pensiya naqd keladimi, kartaga tushadimi? Qaysi bank orqali qaysi sanada SMS xabarnoma bormi? Karta muddati qachon tugaydi? Bularni yozib qo'ying. Oddiy daftar ochib, pensiya kartasi, bank nomi, telefon raqami, karta muddati, pensiya tushadigan sana deb qayd qilsangiz ham bo'ladi. Yoshi katta insonlar uchun qog'ozdagi tartib ko'pincha telefondagi ilovadan qulayroq. Ikkinchi qadam, agar karta bo'lmasa, bankka murojaat qiling. Odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Ayrim hollarda pensiya oluvchi ekanini tasdiqlovchi ma'lumot, telefon raqami ariza talab qilinadi. Bankdan kartani aynan pensiya uchun ochayotganingizni ayting. Shartlarni so'rang. Kartani olgandan keyin PIN kodni pensionerning o'zi eslab qoladigan, lekin boshqalar topa olmaydigan tartibda saqlash kerak. PIN kodni kartaning ustiga yozish mumkin emas. Telefon kontaktlariga PIN deb yozib qo'yish ham xavfli. Uchinchi qadam, agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, vaziyatni hujjatlashtiring. Tibbiy ma'lumotnoma bo'lsa tayyorlang. Nogironlik guvohnomasi bo'lsa nusxa oling. Pensionerning pasporti yoki ID kartasini tayyorlang. Yashash manzilini aniq yozing. Keyin bank yoki pensiya bo'limiga murojaat qilib, pensioner harakatlana olmaydi. Pensiya kartasini olish yoki pensiyani boshqarish uchun qanday qonuniy tartib bor? deb yozma yoki rasmiy tartibda so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozilganda sana murojaat mazmuni, telefon raqami, imzo bo'lsin. Arizadan nusxa yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi olish foydali. 4-qadam, oilaviy kelishuvni tartibga soling. Agar pensionerning pensiyasini farzandi olib kelayotgan bo'lsa, buni yashirin emas, ochiq qiling. Har oy qancha tushdi, qancha yechildi, nimaga sarflandi, pensioner bilsin. Masalan, pensiya 1.400.000 so'm bo'lsa, 400.000 doriga, 300.000 oziq-ovqatga, 100.000 kommunalga, 100.000 telefon va yo'l xarajatiga ketganini ko'rsatish mumkin. Bu oilada ishonchni saqlaydi. Eng achinarlisi, ba'zan pensioner o'z pensiyasi qancha ekanini ham bilmaydi. Bu noto'g'ri. Pensiya egasi birinchi navbatda pensionerning o'zi. 5-qadam, karta xavfsizligini o'rgating. Pensionerga murakkab moliyaviy terminlar kerak emas. Oddiy qoida yetadi. Kartani begona odamga bermang, PIN kodini aytmang, telefoningizga kelgan kodni hech kimga o'qib bermang. Bankomatda yordam beraman degan notanish odamga ishonmang. Pul yechgandan keyin chekni tekshiring. Karta bankomatda qolib ketsa, darhol bankka murojaat qiling. Agar pensioner ko'rishi sust bo'lsa, bankomatdan foydalanishda faqat ishonchli yaqin kishi yordam bersin. 6-qadam, to'lov tushmasa, vahimaga tushmang. Ketma-ket tekshiring. Avval bank ilovasi yoki SMS orqali pul tushgan-tushmaganini ko'ring. Keyin bankka qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Bank
bizga pul kelmagan desa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Pensiya bo'limidan to'lov ro'yxatida bor yo'qligini, hisob raqam to'g'ri kiritilmaganini, karta almash kiritilgan bo'lsa, yangi ma'lumotlar yetib bormaganini so'rang. Ko'p kechikishlar aynan hisob raqam. Karta muddati hujjat yangilanishi yoki bank ma'lumotlaridagi xatolikdan chiqadi. 7-qadam karta muddati tugashini oldindan tekshiring. Ko'p odam karta muddati tugaguncha e'tibor bermaydi. Keyin pensiya tushadigan oyda karta ishlamay qoladi. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, nil takish 26 bo'lsa, 2026 yil avgustgacha amal qiladi. Muddat tugashiga 1-2 oy qolganda bankka borib yangilash kerak. Ayniqsa pensioner uzoq hududda yashasa, bu ishni oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. Yana bir savol, pensioner pulini bankomatdan to'liq yechib olsa bo'ladimi? Odatda bo'ladi, lekin bankomatda kunlik limit, naqd pul mavjudligi. Bank shartlari bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya 2 million so'm, bankomat bir martada 20 million so'm beradi yoki kunlik limit qo'yilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda kassadan olish, boshqa bankomatdan foydalanish yoki bir necha marta yechish kerak bo'ladi. Bank komissiyasi bor yo'qligini tekshirishni unutmang. Agar har oy naqd pul kerak bo'lsa, eng yaqin bankomat va bank filiallari ro'yxatini oldindan bilib qo'ying. Men yana bir narsani ta'kidlayman. Yangi tartiblar qog'ozda chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin pensioner uchun qulaylik amalda ta'minlanmasa, muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun har bir oila o'z pensionerning real holatiga qarash kerak. U telefon ishlata oladimi? Bankomatga bora oladimi? Ko'zi yaxshi ko'radimi? Pin kodni eslab qola oladimi? Yolg'iz yashaydimi? Doriga ko'p pul ketadimi? Har oy naqd kerakmi yoki karta bilan to'lash qulaymi? Mana shu savollarga javob bo'lsa, yangi qoidalar qo'rqinchli emas, boshqariladigan masalaga aylanadi. Agar pensioner yolg'iz bo'lsa, mahalla faollari, ijtimoiy xodimlar, yaqin qarindoshlar befarq bo'lmasligi kerak. Lekin yordam ham tartibli bo'lishi kerak. Men olib kelib beraman deb kartani olib ketish oson, ammo huquqiy jihatdan to'g'ri yo'l emas. Yaxshisi, pensionerning roziligi bilan rasmiy tartib o'rnatilsin. Agar kerak bo'lsa, ishonchnoma qilinsin. Agar pensioner muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, vasiylik masalalari qonuniy hal qilinsin. Chunki pensiya masalasida eng asosiy prinsip shuki, pul egasining huquqi himoya qilinishi kerak. Xulosa qilib aytaman. Pensionerlarga naqd pul taqiqlanadi degan gapni vahima bilan emas, aniq savollar bilan tekshirish kerak. Pensiya bekor qilinmayapti, pensionerning huquqi yo'qolmayapti. Asosiy o'zgarish ko'p hollarda pensiyani berish usuli, ya'ni karta va bank tizimi orqali to'lovlarni kengaytirish bilan bog'liq. Kimda karta bor, hujjatlari joyida bank xizmatidan foydalana oladi. U katta muammo ko'rmasligi mumkin. Kim yoshi katta, kasal, yolg'iz, chekka hududda yashaydi yoki kartasi yo'q bo'lsa, oldindan harakat qilish shart. Bugunoq pensionerning kartasi bormi? Karta muddati tugamaganmi? Telefon raqami to'g'rimi? Pensiya qaysi sonda tushadi? Naqd yechish imkoniyati qayerda bor? Bularni tekshirib chiqing. Agar muammo bo'lsa, bankka, pensiya bo'limiga yoki mahalladagi mas'ul xodimlarga murojaat qiling. Ariza yozing, hujjatlarni tayyorlang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Eng muhimi, pensionerning PIN kodi, SMS kodi va kartasi xavfsizligini himoya qiling. Sizning hududingizda pensiya hali naqd berilyaptimi yoki kartaga o'tkazildimi? Bankomat, karta, komissiya, pensiya kechikishi bo'yicha qanday muammoga duch keldingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensionerlar, nafaqalar, ijtimoiy to'lovlar va yangi qoidalar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.